Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga sahro hayotining haqiqiy manzarasini ko'rsatmoqchiman. Mana bu insonlar tuya bilan uzoq yo'l bosishyapti. Bu sayohat emas, bu hayot. Har bir qadam, har bir qarash, sabr va mehnat. Ko'pchilik oson hayotni ko'radi, lekin haqiqiy mehnatni hamma ham bilmaydi. Bugun siz bilan birga sabr va mehnat qanday bo'lishini ko'ramiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki eng ta'sirli joyi hali oldinda. Mana u tuya ustida uzoq yo'l bosib ketmoqda. Har bir qadam sabr, har bir qarash maqsad. Yo'l oson emas, lekin u to'xtamaydi. Har bir tong yangi umid, har bir qum tepa yangi sinf. Bu yo'l bizga shuni ko'rsatadi. Haqiqiy mehnat va qat'iyat bilan har qanday masofa bosib o'tiladi. Kattalarimiz aytadi, halol mehnat insonning ziynati. Bu insonlar baland gapirmaydi. Ular shunchaki ishlaydi. Faqat shamol ovozi va tuyaning sokin qadamlari eshitiladi. Chunki ular biladi, rizq harakat bilan keladi. Yana bir hikmat bor, sabr qilgan odam kam bo'lmaydi. Tuya sekin yuradi, lekin to'xtamaydi. Hayot ham shunday. Shoshmasdan, sabr bilan qadam tashlagan odam manziliga yetadi. Kattalar aytadi, mehnatning tagi rohat. Bugun biz shu mehnat ortidagi sabrni, tinchlikni va halollikni ko'ramiz. Alloh barcha mehnatkash insonlarning rizqini keng, umrini barakali qilsin. Bu so'zlarni sizlarga Mehrulloh aytdi. Oxirgi chuqur nafas, muloyim tabassum bilan. Bu kasb ota-bobolardan qolgan meros. Bu nafaqat ish, bu qadriyat. Halol topilgan bir burda nonning qadri juda baland. Men o'ylayman, ba'zan biz shunday mehnatkash insonlarni ko'rib oddiy deb o'ylaymiz. Lekin aslida jamiyatning mustahkamligi ham shunday halol insonlar bilan turadi. Qarang, tuya balandlikka chiqmoqda, har bir oyoqni asta-asta ko'tarib, ehtiyotkorlik bilan. Har bir qadam sabr va qat'iyat timsoli. Balanddan qaraganda hammasi kichik ko'rinadi, lekin har bir asta qadam ulkan mehnat natijasi. Sahro keng, yo'l uzoq. Har bir qarash, har bir nafas oldinga intilish, maqsadga yaqinlashish. Balandlikdan ko'rgan manzara sokin, tinch, ammo ortida ulkan kurash yashiringan. Har bir oyoq harakati, sabr, har bir qadam qat'iyat. Balandlikdan tomosha qilgan kishi uchun bu kichik, lekin ular uchun hayotning katta sinovi. Yo'l hali davom etadi. Har bir qadam bilan ular orzulariga yaqinlashmoqda. Kattalar aytadi, mehnatdan keyingi dam eng shirin dam. Shu oddiy olov atrofida qancha mehnat, qancha sabr, qancha halollik mujassam. Bu faqat choy emas, bu tinchlik. Bu halol kunning yakuni. Tuya yo'l yurdi, inson mehnat qildi va nihoyat manzilga yetildi. Hayot ham shunday. Sabr bilan yursang manzilingga yetasan. Halol mehnat qilsang rohatini ko'rasan. Azizlar, agar sizga shunday haqiqiy hayot lavhalari yoqsa, qishloqning tabiiy manzaralari, halol mehnat ko'rinishlari kerak bo'lsa, videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun katta kuch. Alloh mehnatkashlarning rizqini barakali qilsin. Bu lavhalarni sizlar uchun Mehrulloh tayyorladi.